Akalar assalomu alaykum. Tuzuymizlar 1 minut o'tkazmay turinglar. Damas akalar, anjonliklar. Bizni hurmat qilib Anjondan kelishdi. Mana nomerni oling. Mashinalar, rullar og'ir, mashina juda ham og'ir holatda, hadoylar taqir-tuqur ekan. Chiroyli qilib beramiz. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz, akalar ko'rasizlar, ketdi. Akalar Anjondan kelgan akamiz mashinalar tayyor bo'ldi. Mana amortizatorlar yangi qo'ydik, rezinkalarini ham qo'yib berdik, mayatnilar, chashkalarigacha pachinilik qo'yib berdik Zug'ridan. Xudo xolasa mashinamiz tayyor bo'ldi. Akamiz yurib ko'radilar. Bitta fikrlar bilamiz, ketdik. Akalar Anjondan kelgan akamiz yurib keldilar. Hozir o'zlaridan xolis fikr so'raymiz. Aka, mashina qalay bo'libdi? Chotki bo'libdi aka. Zo'rmi aka? Bo'ladi. Aka Anjondan kelibsa, Anjondan keldik. Instagramda kuzatib keldik. Joningiz sog'. Shuncha yo'l bosib kelganingizga arzidimi aka ishimiz? Arzidagi qo'llaringiz dard ko'rmasin. Maza qilyapman. Taklif qilamizmi aka qolganlarga? Qolganlar ham kelsin. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat aka. Akalar, shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Zo'rla qilib beramiz. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaymiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Mana shu nomer qoldiramiz. Kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.